Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Net Support School dasturi bo'yicha to'liq videoni olishga qaror qildik. Endi Net Support School dasturida nimalarga e'tibor berish kerak va nimalar qilish kerak? Xo'p, men kommentariyalar yoki savollarni o'qib chiqdim. Ularga yechim topishga harakat qildik. Xo'sh, bizda endi birinchi navbatda aytishim kerak bo'lgan narsalar nima? Birinchi savol bo'lgan, kompyuterga ustunovka bo'lmayapti. Xo'p, muammo nima? Birinchi navbatda siz Windows operatsion tizimi Windows 10 bo'lishi kerak yoki Windows 7 o'zini saytidan haqiqiysini yuklab olsangiz to'liq tushadi. Bu ishlatilgan, sinab ko'rilgan narsa. Yuqori qismida silka tashlab qo'yaman, video yoki yuklab olishi pastda opisaniyada silkalari bo'ladi. Videoni ko'ringlar, burchakda chiqadi mana. Qanday qilib Windows'ni originalni yuklab olish mumkin. Xo'p, bu birinchi holat. Ikkinchisi, siz dasturni o'rnatishdan oldin albatta birinchi navbat arxivdan chiqaring. Ikkinchisi bu antivirusni o'chirishni esdan chiqarmang. Xo'p, agarda kim yuklab ololmayapman deydigan bo'lsa, kanallarimiz bor, Telegram kanal dasturlari bepul, keyin ham bor, kanalga obuna bo'ling degan narsa yo'q. Hammasi haqqoniy holatda oson topish uchun. YouTube kanaliga a'zo bo'ling, Telegram kanaliga, Instagram hammasida faol bo'lishingizni so'raymiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring, harakat qilamiz. Vaqt ziq. Endi har doim faol bo'lishga harakat qilamiz. Tolibjon Erkinov sizlar bilan. Qani boshladik. Xo'p, birinchi navbatda bizda bor narsa bu dastur. Xo'p, dastur 15 ham chiqqan. Uni topdik, litsenziya fayllarini ham oldik. Lekin keyin qismi hali bizda yo'q. Shu keyin qismini topsak, albatta 15ni sizlarga taqdim etamiz, bepul bo'ladi. Xo'p, endi mana biz chiqarib oldik arxivdan. Birinchi navbatda studentini ustunovka qilamiz. Student. Albatta, xo'p, student ustunovka qilishdan oldin antivirus o'chirib olinglar va 3 ta fayl turishi kerak. Siz ochganingizda, agar 2 ta fayl turgan bo'lsa, demak antivirusiz keyin faylni o'chirib tashlagan. Bir xillar arxiv dasturni o'zida ustunovka qilyapti. Bu litsenziya faylini o'qimay qoladi. Xo'p, litsenziya fayli birga turishi kerak arxivdan chiqqan holatda. Xo'p, birinchi o'sha bosdim, mana oyna. Xo'p, next tugmasini bosamiz va bu yerda ruxsat berish qonun qoidalari erinmasanglar o'qib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi 30 kun deb so'rayapti. Litsenziya fayl turgani uchun bizda next tugmasi ishlaydi. Xo'p, student bo'ldi, bizda student. Xo'p, next eng asosiy qismi. Xo'p, bu yerda ustunovka qilayotganimizda bizda agar 2 ta xona bo'lsa yoki 3 ta yoki bir nechta ofisda bo'lishi mumkin. Endi buni bitta tarmoqqa o'sha teacherda ko'rinib ketmasligi uchun yoki adminda ko'rinib qolmasligi uchun bu biz har biriga xona berishimiz kerak. Masalan, xona 1, xona 2 yoki inglizchasiga o'zim room deb yozib ketaman. Shunda xonani birinchi room 1 xona, keyingisi room 2, room 3 bo'lib turib, 2 ta xona bo'lsa, bitta kompyuterda hammasi ko'rinib yotmaydi. Xo'p, bo'ldi, bizda next install tugmasini bosdik va bu yerda o'rnatish jarayoni amalga oshirilyapti. Xo'p, bizda o'rnatib bo'lindi, finish tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana bizda chiqdi litsenziya nomeri va shu dasturimiz. Ishga tushib turgani mana tomonda ko'rib turishingiz mumkin. Shu faol bo'lsa, demak ustunovka bo'lgan. Xo'p, endi yana ko'rsatib o'tishim kerak. Bir xillar ustunovka qilib bo'lgan bo'lsa, studentni xonasini alohida bermoqchi bo'lsa, pusk qismiga kiradi va shu yerdan Net Support School. Yo'q, biz dasturni o'ziga kirib ketib qoldik. Xo'p, net mana student turibdi. Studentga bosdik va bu yerda IP adreslari, room degan qismi bor, xona. Shu yerga mana o'zingizni xonangizni uchun alohida ochib qo'ysangiz room yoki room 1, room 2 turib amalga oshirsangiz bo'ladi. Agar o'rnatib bo'lgan bo'lsa, shu yerdan
o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha teacherlar ustunroq qilishini boshlaymiz.